Assalomu alaykum. Biz hozir Daminjon servis deb qo'yadi o'sha joydamiz. Bilasiz, Sallarol So'ri ko'cha bor. Kecha uni tarixini berdik. Bugun Daminjon servis ustaxonaga keldik. Bu inson o'zi kim? Daminjon servis o'zi necha yildan beri bu faoliyatda bo'ladi? Baxtiyoga hormang. Charchamayapsizmi? Xo'p, dadangiz necha yildan beri ustachilik qiladilar? 40 yildan. 40 yil, ha? Hozir davomchilari kim? Davomchilar shogirdlari trening bo'ldi. Shogirdlar bor, men o'g'illar. Xo'p, bir kunda sir bo'lmasa nechta mashina qabul qila olasizlar, maksimal? Sanab ko'rmagan. Lekin bo'sh turmaydi-a bu joy? Xo'p. Qolgan ma'lumotlarni izohlarda kutamiz. Kim shu yerda kelib avtomobilini tuzatgan? Hop. Kim doim shu yerga klienti? Agar xato kamchilik yo'l qo'ygan bo'lsak, yana qanaqadir ta'riflar bo'lsa, siz izohlarda kutamiz. Bitta avtobus qo'ying. Yana bosib